Assalomu alaykum. Dongfeng Damas olib qolganmiz. Bunda bo'layotgan muammolari kolodkalar tushib qolgan, supertlari yaxshi emas. Supertlarni ham ko'rish kerak bo'ladi. Supertlari kolodkadan tushib qolgan hisobaga chiqib ketib, tormozlar qo'yib oldi. Tormozdan to'g'rilab, ko'tarib va rushnoylarni ham ishlatib beramiz. Va yangi kolodka oldi. Yangi kolodkalarni olib qo'yib beramiz. Yangi bir komplekt kolodka bosib zapchastlari bor. Hayfi avtomobilimizda yana muammolardan tormozdan ishlatib oldik. Endi rushnoy ham ishlamaydi deyishdi. Mana rushnoy umuman ishlayotgani yo'q. Yengil. Shu rushnoylarni ham ishlatib beraylik deyishdi. Rushnoylarni ishlatib, to'g'rilab, troslarni yangi qilib o'rnatib oldik. Endi rushnoy ishlashini ko'ramiz. Mana rushoyimiz ishlashi, mana bo'sh holatda aylanishi. Rushoy totdi. Qo'yar. Endi sinari tarafimizni ko'rsatib qo'yamiz. Endi bu tarafini ham tekshirib olamiz. Mana shu. Rushoy totdi. Qo'yar. Bo'ldi. Avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Endi rushnoy ishlanishini ko'rsatib o'tamiz. Rushoylarimiz juda chiroyli ishlab oldi. Kimga shunaqa xizmat ekan, bo'lsa nomer qoldiramiz, bemalol o'tishingiz mumkin. Navbatdagi videolarda ko'rishgungacha salomat bo'ling.